Bugun sotuvda Chust shahrida 6 sotuvli kottejdan yana bitta chiqdi. Вообще shokolad kottej bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Kirib kelishimizdan ko'rishingiz mumkin. Hovli qismi to'la to'kis burchatka bosilgan, sokil qismlari esa kafel bilan jihozlangan. Bu kottejda eng zo'r tomoni suvdan umuman muammo yo'q. Sababi mana shu joyimizda 10 tonnalik suv zaxirasi bor. Bundan tashqari 40 metrdan suv chiqargan qudug'imiz bor. Uyi tepasida 1 tonnalik zaxira bochkamiz bor. Umuman suvdan muammosi yo'q. Klimat kontrolini ko'rishingiz mumkin. To'g'rimizda yozgi hojatxona va kladovkamiz bor. Огородni ko'rishingiz mumkin. Uzumlarimiz bor, mevali daraxtlarimiz bor albatta. Ushbu xonadonimiz заводской 4 xonali bo'ladi, 5 xonali qilishgan. Bilasizlar, ko'pchilik kottejlar 3 xonali yoki 4 xonali bo'ladi. Bu 4 xonaligi. Endi uy ichki qismini ko'ramiz. Kelishingiz mumkin. Marhamat. Kirishda hol qismimiz muzdek turibdi. Konditsioner ishlab juda ham muzdek uyimiz. Birinchi bo'lib zalimizni ko'ramiz. To'g'rida zalimiz joylashgan. Remont yaxshi holatda. Barcha jihozlar bilan beriladi. Glam parda nima ko'rsangiz videoda hammasi qoladi. Xo'p, bu tarafda sanuzelimiz joylashgan. Umumiy sanuzel bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu joyda hop zo'r narsa qilingan, ya'ni qo'shimcha eshik qo'yilgan. Bu yerda yotoqxonamiz bor, kirib ko'rsatishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, barcha jihoz bilan beriladi. Buning yonida esa zo'r tomoni yana bitta sanuzel qilgan. Ikkita sanuzel kottej ichida ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Bu tarafdan chiqqanimizda yonida детский spalnya qilishingiz mumkin. Shinamgina xonamiz. Barcha xonalari glam parda bilan jihozlangan bo'ladi. Va bu yerdan chiqqanimiz bilan to'g'rida yana bitta xonamiz bor. Bu yerga ham qo'shimcha zal qilib qo'yishingiz mumkin. Kattagina bo'ladi. Endi yana bitta xonamiz va oshxonamiz bor. Bularni ko'ramiz. Keling. To'g'rida esa oshxonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Va buning yonida yana bitta xonamiz bor. Bu yerdan tashqariga chiqish eshigi ham bor, bu yerdan mehmonxonaga kirish eshigi ham bor. Oshxonani eng zo'r varianti bu yerga chiqarib olsangiz, juda ham zo'r bo'ladi. U yerda ovqatlanish xonasi bo'ladi. Ushbu kottejimizda barcha jihozlar bilan beriladi. Sharoitlarni ko'rdinglar, juda ham zo'r. Ushbu kottejimizning narxi 100 ming naqdga deyishyapti. Ozmuncha sunnatiga o'tib berishadi. Krediti yo'q, hujjatlari joy-joyida. Narxi ma'qul bo'lsa, sirazi оформить qilib berishadi. Past raqamlar bor. Aloqaga chiqinglar tezda, chunki juda ham tez sotilib ketishi mumkin. Ko'rdinglar, juda ham zo'r sharoitdagi kottej bo'ladi.